Assalomu alaykum aziz gulshadalari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun bizda operatsiya kuni gullarimizni operatsiya qilyapmiz. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Bu gullarimiz hammasi mana shunaqa holatda oq kana bilan kasallangan. Mana ko'rib turibsizlar. Bu kana gulni bargini, shirasini sho'rib tashlab, bargni sarg'aytirib, uni qilib, o'sha gulni nobud qiladi. Nobud qilish holatiga olib keladi. Buni ko'pchilik bilmasligi ham mumkin. Bu kanani eng yomon tomoni bu mana barglarda mana shu band qo'shilgan qismida, mana bu qismida mana ko'rib turibsizlar. Mana shu qismida yashaydi bu. Va shu joydan tarqalishni boshlaydi. Ko'paygan sari bu tomonga chiqishni boshlaydi. Mana hozir mana ichi to'la mana kana. Hozir buni nima qilsangiz o'zi o'ladi mana. Hozir buni yuvamiz birinchi o'rinda. Iloji bo'lsa kir sovunni gubkaga ishqalab yaxshilab yuviladi, keyin dorilanadi. Hozir bizga kelgan har bitta gulimiz shu holatda. Mana bu kratonimiz ham shu holatda edi. Mana yuvdik, oz bo'lsa ham mana. Hozir faqatgina izlari, ozgina izlari qolgan mana, lekin oppoq. Buni yuvilgandan keyin hammasini dorilab bir qator sizlarga yana video qilib ko'rsataman, xudo xolasa. Buni agar olinmasa har bir boshqa gullarga ham tarqab, gullarda nobud qiladi. Mana gulimizni chiroyli qilib tozalab, dorilab oldik. Mana ko'rib turibsizlar, haligindagi holati, hozirgi holat. Keyin gul o'sib ketgan ekan, hozir kesib turib, tepasiga o'g'il sepib, yoniga suqib qo'ydik. Bir oyda xudo xolasa ilizatadi. Mana ko'rinishi. Gullarimiz mana hammasini operatsiya qilib, chiroyli qilib yuvib, dorilab oldik. Mana holati. Bular Xitoydagi, endi Xitoydagi уже chirishni boshlagan zamirlari ko'pi. Endi ekib ko'rdik. Allohga tavakkal, lekin iloji boricha Xitoyda gulni olmaslikka harakat qilinglar. Ofislar uchun, chunki bular joni unaqa qattiq bo'lmaydi. Ofis uchun asosan Gollandiyani gulini olinglar. Mana Gollandiyani guli bu nimalar ko'rib turibsizlar, chiqali. Umuman ishtimi bo'lmagan. Mana dratsinalar ham o'sha Gollandiyaniki. Mana hozir chiroyli qilib gullarni operatsiya qildik. Hammasini tuproqni alishtirdik. Asmakot 9 oylik asmakotlar solib berdik. Bu ham Xitoyda jamiyasi. Mana bu Gollandiyan dratsinalari mana. Endi orasida bir orasiga tushgan narsani chiqarib bo'lmaydi, lekin ashlab doriladi. Mana qo'ldan kelgancha, lekin baribir orasida jicha qoladi. Kanani yo'qotish qiyin, ayniqsa dratsinalarda. Lekin harakat qildik. Mana o'zlaring baho beringlar gullarimizga. Fresh tur agentligini gullari xudo xolasa endi egasiga berib yuboramiz inshaalloh.